Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz surunkali prostatit. Bu erkaklar o'rtasidagi nihoyatda ko'p muhokama qilinadigan mavzulardan biri. Buni bir necha xillari mavjud, ammo bugun biz to'xtalmoqchi bo'lgan mavzu bu surunkali tos og'rig'i bilan boruvchi holatlardan biri. Ya'ni ko'p murojaat qilayotgan bemorlar davolanish jonimga tegib ketdi, oq xalatni ko'rsam asabiylashadigan bo'lib qoldim. Ishxonada o'tirgan joyimda ham xayolim shu kasalligimga ketaveradi degan savollarni, gaplarni eshitamiz. Bu qorinning pastki qismida diskomfort holat, ya'ni og'riqlarning paydo bo'lishi, zimirlagan holatdagi noxush sezuvchan holatlarning vujudga kelishi, bu shu erkaklardagi menda o'sha surunkali prostatitda hech tuzala olmayapti degan fikrni olib keluvchi holatlardan biri. Surunkali prostatit holatida asosiy tekshiruvlardan biri bu butun jahon standartlariga kirgan, ya'ni prostata bezini suyuqligini tekshirish va buni bugungi kunda nafaqat mikroskopiya yordamida, balki uni kimyoviy xususiyatlari, fizik xususiyatlari va hatto uni laborator agar bu yerda bakterial flora borligini aniqlangan holatda bu bakterial florani qaysi antibiotiklarga ta'sirchanligini hatto aniqlash imkoniyatiga egamiz. Bu oson bajariladigan usullardan biri. Surunkali tos og'rig'i bilan kechadigan kasallik holatida analizlarda hech qanday bakteriyani ham aniqlamayotgan holatni ko'rishimiz mumkin va u yerda o'sha ko'p uchraydigan leykositlarga qarab baho beriladi va leykositlar borligi bu surunkali prostatit bor, bu yerda davolanish kerak deb antibiotik berilayotgan holatlarni shohidi bo'lamiz. Bu albatta noto'g'ri, chunki birinchidan leykositlarning turi nihoyatda ko'p. Bu leykositlarda ham agressiv, noagressiv holatlari mavjud va normada mavjud bo'ladigan leykositlar ham bor bu yerda, chunki ma'lum bir miqdorda uchrashi mumkin va mana bunday holatlarda nimaga qarab davolanish kerak? Diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, mana bugungi kunda o'sha prostata suyuqligini tekshirganimizda uni tarkibida retsin donachalarini kamayib borganligi, uni ishqoriy xususiyatini o'zgarganligi, uni ko'rinishini o'zgarganligi, makro ko'rinishini o'zgarganligi va shu bilan birgalikda uni tarkibida peshob tarkibidagi kristallarni, ya'ni o'sha fosfat kristallarini, boshqa kristallarni mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu bizga, ya'ni bu yerda o'sha peshob yo'llaridagi sfinkterlarni, peshob yo'lidagi a'zolarni disfunksiyasi, ya'ni ishlash muvozanatini buzilganligi haqida bizga ma'lumot beradi. Ma'lumki, insonning peshobi bu o'ziga yarasha kislotalik xususiyati mavjud bo'ladigan bo'lsa, prostata bezi suyuqligida bu ishqoriy xususiyati bor. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra, bu sabablari nihoyatda ko'p. Sabablarga ko'ra peshobni prostata bezi ichiga kirishi, ya'ni o'sha sfinkterlarni yetarli darajada ishlamasligi natijasida kirishi, bu albatta u yerda nima qiladi? Kislota bilan ishqoriyning uchrashishi, bu kimiyada hammaga ma'lum, tuz va suvni hosil qilib beradi. Va u yerda buni endi yallig'lanishi, bakterial yallig'lanish holati bo'lishi mumkin va biz dorilar berganimiz bilan unga kuchli ta'sir bermaydi va shu og'riqlikni diskomfort holatiga keltirib chiqaraveradi. Ko'p uchrayotgan bizga shikoyatlardan biri, tahoratni ushlab tura olmayman, kirganimdan keyin qolib ketyapman hojatxonada nihoyatda ko'p, harakat qilaman bulg'anmaslikka, ammo chiqqanimdan keyin shu o'zimni sezamanki, olgan tahoratim ketib qoldi yoki shu mani ichki kiyimim bulg'anib qolganini deyotganini o'zi ham bu siydik yo'llaridagi disfunksiya holati borligi mavjudligini ko'rsatib beradi. Ya'ni o'sha prostata sinusida tashqi sfinkterni ishlamasligi, yaxshi ishlamasligi hisobiga bu yerda 1 yoki 1,5 millilitr peshobni qolib ketayotganligi, keyin u harakatlanganda tashqi bosim natijasida uni shu peshob tashqariga chiqishini sabablaridan biri. Bu to'g'risida uzoq gapirishimiz mumkin va bu bemorlarni davolashda har biriga alohida yondashish kerak. Umuman erkaklar salomatligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, davolash choralari umuman farq qiladi yoshlarga, bakterial holatdagi davolashda
surunkali tos og'rig'i yoki bu yerda bakterial holatdagi prostata bezi kasalliklarida albatta bunda shifokorni bevosita qatnashishi, diagnostika, o'sha tashxisni aniq qo'yishi va bu yerda o'tkaziladigan barcha tekshiruvlarni nihoyatda katta ahamiyatga ega olib borilishimiz va men o'ylaymanki, har bir inson o'zini salomatligiga alohida ahamiyat beradigan bo'lsa va har bir murojaat qilayotgan bemorga ham shifokorlar personal, ya'ni alohida yondashadigan bo'lsa, albatta yaxshi natijalarga ega bo'lamiz.